Menimcha O'zbekistondagi eng zo'r ayron bo'lsa kerak. Gap yo'q. Bizlar mahallada mana shunaqa ayron sotishadi. Buni qurtob deysizlar, sizlar? Qurtob, nima qurtob deysizlar? Qo'shiladi. Qurt solinganiga, gasi. Nazarbekni Mustini oldida bilasizlar, mana ayron sotadi. Jumadan keyin yaqinlash bo'lmaydi. Bugun men sal kechroq keldim. Nech pul sotasizlar stakanini? 10 ming so'mdan, ha? Mashqurtdan solasizlar-a? Agar Nobodo Nazarbekdan o'tadigan bo'lsanglar, shu yerdan bitta ayron ichib ketinglar. Ayronlari zo'r lekin. Kechasi soat 9:10 da ham ishlayotdinglar. Mana kuni kechasi 11 gachami? Mamnun ko'rasizlar. Odamni qaranglar ko'pligini. Hadab reklama o'rmasdan mana shunaqa joylari joylarni ham videoga olib turish kerak. Mazasi rostdan zo'r. Bekorga emas, qaranglar shuncha odam. Shunaqa, kelinglar.